qilyapti. Choyxonaga kirgan odamning kayfiyati o'zi boshqacha bo'ladi. Ha, uyda jim o'tirgan odam ham shu yerda faylasuf bo'lib ketadi. Choyxonadagi eng kuchli narsa nima bilasanmi? Choymi? Yo'q, gap. To'g'ri, bitta stol atrofida o'tirib, butun mahallani muhokama qilishadi. Hech kim chaqirmasa ham ekspertlar tayyor. Choyxonada bitta aka bo'ladi. Qanaqa aka? Har gapni oldinlari boshqacha edi deb boshlaydi. Hali choy kelmasdan tarix darsi boshlanadi. Yana bitta tur bo'ladi. Kim? Choyxonaga kelib telefon kavlaydigan odam. Uyda ham kavlasa bo'lardi-ku. Yo'q, bu yerga internet uchun emas, ko'rinish uchun keladi. Choyxonada buyurtma berish qiyin. Gapi katta, buyurtmasi bitta choy. Limonni ham alohida aytadi. Ichgani baribir shu choy. Eng qiziq holat qachon bilasanmi? Qachon? Bitta odam ketaman deydi. Keyin yana 40 daqiqa o'tiradi. Choyxonadagi ketaman degan gapning o'zi yarim soatlik. Choyxonadagi kulgi ham boshqacha bo'ladi. Ha, bitta hazilga 3 marta kulishadi. Birinchi marta eshitib, Ikkinchi marta tushunib, uchinchi marta yonidagilar kulgani uchun. Bitta aka bor, doim men ozgina o'tiraman deydi. Keyin hammadan oxiri turadi. stol yig'ishtirilsa ham o'tiradi. Choyxona yopilsa ham xayolan yana bitta choy buyurtma qiladi. Choyxonaning eng zo'r joyi nima? Nima? Bir piyola choy bilan odam o'zini juda boy his qiladi. Gaplari ham kattalashib ketadi. Cho'ntagida mayda pul bo'lsa ham rejalari millionercha. Yana bitta toifa bo'ladi. Qanaqa? Har kelganda bugun men olaman deydi. Hisob kelganda esa cho'ntagini tekshirib qoladi. Niyat boy, karta jim. Choyxona odamni birlashtiradi. To'g'ri, bu yerda begona odam ham 2 piyoladan keyin tanish bo'lib qoladi. 3 piyoladan keyin esa maslahat bera boshlaydi. 4-chisidan keyin qarindoshdek gaplashadi. Xulosa bitta ekan. Aytchi. Choyxona bu shunchaki joy emas. Ha, bu kayfiyat. Bir piyola choy, bir dunyo gap. Agar choyxona gaplari yoqqan bo'lsa, Zofa Ay kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Oldinda bundan ham kulgili videolar bor. Like bosib kuzatib boring, keyingi suhbat yanada zo'r bo'ladi.